4-chi qism. Yigitning alpozini ko'rib, o'zimni cho'ng ishga chetilib qolgandek his qildim va ixtiyorsiz badanimga titrak o'lashdi. Birdamdan keyin ilk nomerdan telefon qaytirdi. Harbiy yigit telefonni ilib paranglashishga boshladi. Telefon odatdagi telefonga o'xshamaydigan bo'lg'achqa ovozimi xeyli yuqori chiqardi. Men uning yonida turib anglab turdim. Vay, tekshirdingmi? Bu nomerning egasi hozir Xotan ekan. Taxminan Keriyada bir joyga to'g'ri keladi deyman. Amisa nopus turishga o'rnichi. Oqsukan. Atigan Shinor XX nomerli mashina o'ltirib Xotanga menibdi. Orasida bir kichik bola bor ekan. Tafsili tekshirib boqqan. Ben qarab baqay, ha? Shunaq. 11 yosh atrofida bir bola bor ekan. Jiddiy ahvol o'xshamabdi. Yo'q, bo'ldi. Men yana aloqalashaman. Saqchi telefonni qo'yib, xeyli uzoq jimib ketdi. Ondan boshqa hamrohlariga qarab dedi. Bu bola attigan Oqsu bilan Xotanning oralig'idagi ma'lum tekshirish punktidan o'tibdi. Uning so'zlari rostga. Ay, bir odamning zamon makon olqishi sepi o'zidan quruq gap. Sizlar manda quruq gapni oz qislajman. Bir qo'pol odam haliqi harbiy yigitga shundoq degash mening oldimga keldi. Bu dal 13 yildan keyin qumliqqa birga kirish to'g'riliq Van boshliq bilan billa meni izlab kelgan Saidi degan kishi shu edi. O'ylab baqsam, bu qeri ayni chaqda shundoq qo'pol bir nima ekandiq. U meni oldimga kelib, avvalqidek qo'pol ovozda: "Ya Ufkumovoy, sening gapingga men ishonmadim. Ang yaxshisi, rost gap qildim-a?" "Aka, sizlar Qashqaliq o'xshamamlar. Men Qashqa tilini bilaman." Apla, Uyg'urcha demamsiz manda. Nada Qashqachi deb ayrim gap ekan bijada. Ay. Voy bo'ldi Saydaxon. Kichik bola bilan gap talashmasa, sat turdi. Yana bir kishi Saydaxonni tatqinicha orqasiga etmoqdi. U menga yer tagidan qarab qo'yib, bir necha kishi bilan kirib ketdi. Ular birdan paranglashgandan keyin mening ismimni, turishliq adresimni, hammani tafsili so'rab xotira oldi. Ondan yana bu yerga qanday gap qilganligimni tafsili so'rab xotira qoldirdi. Ularga gap qila oladigan to'shqonning ishini, yana heliqi mo'may va qizi to'g'riliq nurg'un ishlarni aytib berdim. Saydaxon degan qeri to'g'irdan boshqa hammasi so'zimga ishondi. Faqat o'li ishonmay meni tillab ketdi. Balla cho'chigini bosh o'quvchimasan. Kuspirish. Voy Saydika, gapni gapga qo'ysalar deyman. Nimda erdim baldirib qolgan cho'kanak tuli so'zlab odamning ishini siqadilar. Kim? Sizlarcha a'lirdim baldir qaplar. Erdim baldir qolgan cho'kan quruq gapgimi ishini emish. Bo'ldi, sizlarga gap qilmagan bo'lay. Harbiy yigit Saydaxon bilan bo'lgan parangni oxirlashtirib, menga gap qildi. Ukam, biz sana ishonamiz. Hamsini bexatar uyingga olib qo'yamiz. Sen hamma ishlardan xotirjam bo'l, lekin bizni hiliqayol bayaga boshlab qo'ygan. Ma'qul, mening izimni bo'ylab mansaq. Avu akamni tezli menga ishonib qoldi. Shunday qildi, ma'qul. Biz izlarni bo'ylab mengishga boshladik. Biz endi mengishimizga o'ylamagan bir ish yuz berdi. Hey, qaranglar, oldi tarafda qumbaran ko'tarib kelyotdi. Qumboran emas, cho'ng bir quyinkan bu. Qarag'anda bugun o'yak berib bo'lmaydigan o'xshaymiz. Lekin biz Vay, lekin pekiningni qo'y. Men yuqorining topshirgan vazifasi bor ukam. Bu yerga balga qo'yib qo'yib, keyin kelalar. ular shundoq deyishib, baya ular menga uchrashdan burun mangan yo'nalishga qarab maqdiq. Keyin ular meni mashinadan tushgili qo'ymadi. Mashinada bir haftadan ortiq uxlabdiman. Keyin heliqi harbiy yigit mashina bilan meni qumliqdan ep chiqib qo'ydi. Mening qumliqda ko'rganlarim mushular edi. O'ylamagan yerdan 13 yildan keyin qumliqqa yana kirishimni o'ylab baxmagan edim. Heliqi qiz, heliqi mo'may, gap qila oladigan to'shqonlarni yana uchirtamdim yo'q, bilmaydim. Shu kuni kechasi qumliqni xiyol qig'ashdim ekan, qumliqni tushib qopdim. Tushimda
Yılqı xushpara qiz mening ayolimga aylangudek. Men o qizga yılqı Saidi degan odamning g'aybatini qilib beribdiman. Ey xotin, men qaranglar. O odam davomli meni zanglik qiladi. Qanday qilsak bo'lar? Kallasını alayli. Cho'chib uyg'onib uxlayman. Uxlasamla yana shu tushni ko'raman. Ey xotin, men qaranglar. O odam davomli meni zanglik qiladi. Qanday qilsak bo'lar? Men onu özünün pokun öz yeydigan sarın qıp qo'yay. Doim degan yayi kelganda uyg'onaman. Ondan tushim yana bir boshdan qaytilindi. Ey xotin, o odam davomli meni zanglik qiladi. Qanday qilsak bo'lar? Men onu qumga ko'mib yetay. Ey xotin, o odam davomli meni zanglik qiladi. Qanday qilsak bo'lar? İkimiz ajrashayli. Men onunga tegay. Ay, chaqchaq qilmanglar. Yana tush ko'ribdi menda. Yana uyg'onib, yana uxlasam, yana shu tush. Bir kecha shu qizni tushib chiqdim. Bir kecha bakmi tasdi o'tdi. Ertasi tong sahar ko'zimni ichibla, yana qumliq esimga keldi. Yuzimni yug'ash, tunagun bugun mangdigan yoki mangmaydiganligimizni so'rab beqish uchun tunagun qoldirib qo'ygan nomerga telefon qildim. Qerishqandak o nomer Saidi degan qeri gadoyning nomeri bo'lib chiqdi. Vay, men Kamal. Kamal deslar, men de xinatam o'xshay debdim apafkam. Ay, chaqchaqqa misildayman. Bugun mang'amdiq ya. Shuni bilib baqay degan. Yaqfkam bugun mangmaymas. Sizlarning qiriqlarini chiqarib anodiki mangamas. Bimiz jindak top do'stlar, men oldiriga taqdiravan ko'tarib og'il varay. Vay bodilar, sizlarga gap qilmadim. Gap qilvasli fukum. Oshqini qo'saqlarda bal bo'lib qolmasin ila. Ochchig'im kelib telefonni qo'yib etdim. Musha qeri gadoy bilan billa qumliqqa kirmoqchi bo'g'inimga qattiq echindim. Yerim yo'lda uning bilan bo'g'ishib ketmasammi mayli-ku? Nimada bo'lsin, ular kelguncha lozimliklarimni elib olishim kerak. Shunda qilay. Men shularni o'ylab, uyimizning yonidagi talla bozordan yuz sopini, tish cho'tkisi, oftobdan saqlanish meyi va charch sopini degandek lozimliklarni oldim. Ondan tayyorlikni puxta qilib, Saidi degan qeri gadoy kelishdan burun idoramga berib deb qo'yishni loyiq topdim. Aslida telefon qilib qo'ysam bo'ladi. Lekin xizmatdoshlarimga ko'z-ko'z qilib olish fursatidan quruq qolg'im kelmadi. Idoramga kelgan chig'imda hammaylar aldirash ishlayotgan edi. Ular mening qumga kirdiganligimni anglab, havas qilishib ketdi. Kamal, alamet taliying bormi jumosan? Shuni deyman, toza aram ila oladigan bo'lding adasha. Voy bo'ldi, Kamalmi shu hukumat ish uchun mangdi. Nerga aramkan? Boshlig'im xizmatdoshlarimga radiya bergandan keyin yenimga kelib dedi. Oğlum, senden el vatan faxrlanadi. Anglasam qumliqda nurg'un mushkulotlar bormish. Qum bo'ron chiqib qolsa texcha to'qkan. O'zingga ko'proq diqqat qil Jumo. Shunda qilib, idoramdan bir oylik ruxsat oldim. Amdi faqat Saidi degan qeri gadoyni saqlaydiganlik ish qoldi. Aras, unutib qolgal tas qopdiman. Uyimdagilar bilan texi xo'shlashmadim. Mo'yim ishni unutib qolg'ili tas qopdiman emasmi? Shunda qilib, dadamning yeniga bordim. Dada, shunda qilib, menga bir obdan fursat kelib qoldi degina. Undaq bo'lsa, men berib kelay. Bag'im bolam, qaysar bo'l. Hiliqi joylarni tepib, albatta javob qaytarmoqcha, hargiz qaytib kelma. Apamning yeniga bordim. Apam yig'lab ketdi. Nemishqa barasan canım balam? Ağlamadız bir iş olub qas qandaq qilamiz, ha? Sen mening yurak baram tursan. Hech qisi yo'q apa. Men yolg'iz bormsam ya. U yerda hech qanday xatar yo'q. Sen jiq o'ylab ketibsan deyman. Xotirjam bo'l, ha? Apamni bazlab qo'ygandan keyin tayyorlig'im to'liq bitdi.
Әмді пәкәт құмлыққа кірсәклі болыдыған yer қалған еді. Өйге келіп, қостығымны тоқлығандың кейін, Сәйді деген қерgadayның келішini сақладым. Сақла, ому ақыры келді. Onun bilan qo'shib, hayajonliq minutlarni yetib kelgan edi. Men tayyorlagan jabduqlarni ilib mashinaga chiqdim. O qo'limdagi narsalarga qarab qo'ygandan keyin dedi. Ukam, akaslar qo'lidagi bijmalni men bir ko'rib baqay. Nimalarni oldi lekin? Nimaga qaraylar? Ish qilib somkamda odamning beshi yo'q. Yetib ketgan Malayziyaning aeroplani chiqib qolarmikin deyman appa ukam. Voy bo'ldilar, sizlarga gap qilmabdiman. Anda qilmay bir gap qo'yasizlar. Men qaysi ukam ha? Bir gap qo'yasizlar. Aka, men qumliqqa boramdim, bormamdim. Saidi degan qergadayning tani gaplariga ichim siqilib, arvoyim 40 gaz uçdi. Agar u yana bir eg'iz sesiq gap qilgan bo'lsa, mashinadan tushib ketgan bo'lardim. Lekin u bu qitim tushuntirishga boshladi. Men qaysi ukam? Qumliq degan odatdagi joyda emas. Bir qitim chirpaqsizlar hammani ufqilar. U yerda somka emas, odamning oyog'ini ig'ir kelida. Mangdamda bir qumboran, har xil xiyim xatarlar uchrab turdi. Sizlar bundaq jasadda yo'g'on somkadan birini yudivasizlar. Vaqt kelganda qanday qechib bo'ladi u yerda? Akaslar, men bir ko'rib baqay. O shundoq degash, qo'lini so'zdi. Menmi uning ko'nglini oyab somkani berdim. O somkamni qo'liga ilib, eg'izni shundoq ichibli qaqoqlab kulib ketdi. Vaycan, appaq ukam, tatliq ukam, omaq ukam. Analar sizlarni qiz bola qilib tug'ib qo'ygan bo'lsa, naq joyiga tushadigan asla. Voy o'g'il bola bo'lib, zoya bo'lib ketibdi ukam sizlar. Chiroylarning satligida nima jiq sopim bu? Sizlar o'zlarini munchiga manganda kesib qoplida, ha? Qumliq ichirib munchiga tushala ukam. Yo. Bu odamning sesiq gaplariga chidamay, oxiri somkamni mashinaning derisidan tashlab etdim. O mening bunda qilganimni ko'rib, miyig'ida kulib qo'ygandan keyin yana dedi. Endi bir odamdek ish qildi mana. Ha, juslar, menga emas. Hozir nagmangdoq. Boshqalarchi? Xotanga mangdoq. Boshqalar tuniga menga bo'lgan, ular bilan xotanda ko'rishimiz. Sizlar nimishqa oqid qollar? Vay, sizlarga ko'zam qiymay bo'lmamda, chiroyli yigit, manslar. Chaqchaq qilmisil deyman. Men bugun shu ruxsat xati bilan sizlarni billa mangadigan bo'lgan. Boshqalar heliq silib olgan Nasbasqur mahallida ahvol tingtinglash uchun ketgan. Biz bog'icha hammamiz taqlab turdi. Atatigan nisb bo'lsa, qumliq tangchirimiz. Bo'libdi. Mang'alamsa. Shunda qilib, xotanga qarab yo'lga chiqdik. Bir uxlab qopib, o'zimni 13 yil burunqi mahallada ko'rdim. Mahaldagi kesak uylar chiqilib, o'rniga yer tavrashga chidamliq uylar silingan edi. Shundaqla mahallami boshqachalar bo'lib qolgan edi. Biz birdan u yoqdan bu yoqqa aylangandan keyin Van boshliqlarni topdik. Van boshliqning yanida yana bir notanish odam turardi. Van boshliq o kishini menga tanishtirdi. Bu yoq Abdunum rayonimizda oldingi qatorda turadigan peshqadam professor shu yo'ldosh. Shu yo'ldosh pensiyaga chiqqan. Bu yoq Kamal. Bu qitim mushu bolaning ko'rgan g'alati ish izlaridan tadqiqot ib bag'ili qumga kirmoqchi. Van boshliq ikkalarni tanishtirgandan keyin bizni boshlab mashinaga chiqdi. Ondan yana hayajon bilan so'zlashga boshladi. Yo'ldoshlar, sizlarga deydigan ikki xush xabar bor. Birinchisi, biz tunugin bu mahalliga kelib ahvol uqishdik. Natijada Kamalga o'xshash tirik isbotdan yana biri qo'shildi. U kishimi gap qila oladigan to'shqonni qo'g'lab, eliq mo'mayga yo'liqib boqqan odamkan. Yani kelib qumliqni 5 qo'ldek tutib biladigan odamkan. Ikkinchisi, eliq odam o biz bilan birga qumliqqa kirdigan bo'ldi. Ko'nglim tuyib turibdi. Biz dunyodagi eng buyuk bayqashni kutib olish oldida turyapmiz. Shunga hammamiz ideya jihatda tayyorlik qilib qo'yaylik.
5 qism. Biz shu saqlagancha 3 kun saqladik. Bu 3 kun manga xuddi 3 yildek uzoq bilinib, ichim titillashga boshladi. Oxiri chidab bulanmay, Van boshliqning yiniga kirdim. Van boshliq, biz nerdagi odamni saqlab o'ltirmay, meni yevasak bo'lmasmi? Meninggo mang'im bor. Lekin u odam tig'i kelmadi. Shunga oldirab ketmay saqlab boqayli. U bek yolg'onchi odamkan. Keliman deb qo'yib kelmagani nimasi? Kelgan taqdirdami, undaq yolg'onchi odamning bizga nima keragi deyman? Ay, yo'q ukam. U odam bizning o'zini saqlayotganligimizni bilmaydi-da. Amsi tunogin u biz bilan birga boradigan bo'ldi degan-ku. Biz uning bovisi bilan paranglashgan. Uning bovisining deyishicha, u odam qumliq pishiq ekan. Burunmi ko'p qitim qumliq yetakchisi bo'lib boqibdi ekan. Men mahalladagilarning surishchisini qilib boqdim. Mahalladagi hammalar uni bak maqtab ketishdi. Bundaq odamni elib olsak, bizga cho'ng foydasi tegadi. Shunga yana birdan saqlab boqayli, ha? Ma'qulamsa. Lekin biz uni saqlagan bilan u kelib boshqa ishim bor deb turibsiz-ku. Agar mumkin bo'lsa, uning uyiga bir berib gapni ochiq qilib etsak. Van boshliq gapimga qo'shilgandan keyin mening taklifim bo'yicha Van boshliq ikkaylan heliqi odamning uyiga keldik. Biz uning uyiga kelgan chaqda eshik oldida 100 yoshdan holiq qilgandek ko'rindigan bir buvay o'ltiradi. Balkim bu hiliqi Van boshliq gapini qilgan odamning buvisi bo'lsa kerak. U bizni ko'zga ilmidimi yoki boshqa sabab bormi? Bizni ko'rib ahvol so'rash u yoqda tursin, kassasining burjigini midiriltibmi qo'ymadi. Bu o'lgir qeri. Bo'yning qatishib o'lasan. İçimde uni tilg'ash Van boshliqqa dedim. Ketamdiq ya. Qarang, bo'lsa shundoq adabsiz odamkan. O'g'li qanchalik bo'lmoqchi edi? U odamning quliqi anglamaydi ekan, ko'zimi ko'rmaydi ekan. Quloq tugib berib o'llik vaqirsa andin anglaydi. Apla, mandamiti ya. Cho'ndada, o'g'illari keldimi? Ha? Yoqdiq kelmadi balam. Lekin qapqam yomon ta'tid shu. Shunga cho'qim bugun kelamdiki deytma. Ha, ma'qul. Lekin o'g'illari biz bilan berishga urmay qolmasa? Xotirjam bo'ling balam. Saqlig'ingizning hurmatini deb bo'lsa-mu, cho'qim unaytu. Ha, ma'qul. Bova, ma'u sumkini o'g'lingizga berib qo'yamsiz. Van boshliq shundoq degach, bir somkini bovoyiga sundi. Bovoy somkini silab baqqandan keyin beshini chayqadi. Yo'q balam, buni olmayman. Bova, bu yomon narsa emas. Shundoqdimi olmayman? Bova, o'tinib qolay. Ammisili bo'lmaydi. Amisi buni o'g'limning uyiga qap qo'ysangiz ulamtiki. Untirib tiksimaqma. Yog'och ishikdan kesingiz butu. Biz bovoy ko'rsatgan tarafga qarab bir uyni ko'rdik. Uyning eshigi ochiq edi. Biz bovoydan yana bir qitim ruxsat olgandan keyin heliqi uyga kirdik. Uy ichi intayin qalaymaqan rassiz edi. Shundaqla uyning temining nurg'un yerga qo'ziqdak yo'g'on mixlar qiqib qo'yilgan bo'lib, u yer bu yerga qalaymaqan narsalar esib qo'yilgan edi. Rostdan desam, to'li mix qiqilib o'tmi to'shik bo'lib ketgan bu tomga qarab, baklik ichim og'rib ketdi. Voy bechora jonivor. Nima degan ko'p yerini teshibatgan ha? Cho'lchakni jiq o'qib ketgan bolami bu? Bekor turmay tom teshirgan desa? Ma'u tizivatgan eski tuskilirchi o'teqi. Bu eski tusk emas. Buning hammasi qadimiy go'har. Ha? Men hayron bo'lib Van boshliqqa qaradim. Van boshliq derazaga tikilib qarab turadi. Men bu Van boshliq qaragan yerga qarab, qosmoq tanga, ustixon pichoq, dodlashib, nima ekanligini aniq farq etgili bo'lmaydigan nurg'un narsalarni ko'rdim. Bu odam ham qiziq, ham g'alit odamkan desa. Van boshliq ajablangan bo'lsa kerak. Somkini karvat ustiga qo'yib, uyning hamma yerini suratga tortib oldi. Andin menga dedi: "Yuring, chiqib ketaylik." Ha?
Mushundaqlama? Ha, so'mkani qo'yib qo'ydim. Lekin bular qadimiy go'har bo'lsa, ep chiqib ketmamdoq. Eng yaxshisi u odamning narsalariga chiqilmayli. Lekin bu u odamning narsasi emas. Bilishimcha, qadimiy yodgorliklar davlat go'hari bo'ladi deyman. Shundoq. Lekin ochiq oshkora saqlig'ini qaraganda yomon niyat yo'q. U kishi kelganda obdaroq paranglashib baqsaq bo'ladi emasmi? Yoki bo'lmasa bovsidan so'rab boqamiz. Maylamsa. Biz qaytib chiqdik. Men ichimda boyiqi narsalardan birarni ilib, yonchig'imga solmaganligimdan afsuslanib qoldim. Biz uydan qaytib chiqqandan keyin Van boshliq Eliqi buvayning qishig'i kelib eg'iz ochdi. Bova. Uy ichida bir mo'ncha narsalar turamdi nima? Balam, shu o narsalarni shahardan chiqqan kadrlar ib kepti. Qandoq kadr? Men bilmayman qolang balam. Lekin shu sizga o'xshatgan kadr ekanina. Van boshliq shundoqmi degan ma'noda beshini lingshitgandan keyin buvayning yinidan sal yirag'iroq bir joyga kelib ahvolni yuqoriga doklab qildi. Ondan yuqorining xotindagi xizmatdoshlar orqali bu ishni surishtirib javobini berishini talab qildi. Biz 2-3 soat atrofida saqlagandan keyin ma'lum biraylan bizga telefon qaytirib dedi. Yaxshimi? Van yo'ldoshmisiz? Men shu. Men Chuli. O'ylamabdiman. Siz hozirmi meni nazorat qilyapsiz? Van boshliqning chiroyidan hayronlik ifodasi aks etdi. Orqadilla bir narsa esiga kelgandek chiroyiga kulki yugurib telefon qilgan odamdan so'radi. Siz savodishim Chulimi? Men shu. Savardash Vangan. Gerçi her qaysi xizmatlarni istak yaxshi ishlab, davlatimizning go'har sifat nomini qoldiramagan bo'lsam-mu, xotanda bir kishilik o'rnini joriy qildirib, davlat uchun bir kishilik to'kpimni qo'shyapman. Van yo'ldosh, burunmi meni ko'p uzoqqa qo'yapsiz. Hozir xili bo'sh kelmayapsizmi? Voy, nimalarni deydigansiz deyman. Men qachon sizni izoh qo'yibdiman? Sizga desam, Matto'xti Matquvon ismli bu odam bek yaxshi kishi. Uningdan gumonlanib qolgan qiyofasiga kirib olib, mening adabimni berib berishinglarning hojati yo'qdi. U kishi har yili nurg'un qimmatli go'harlarni hukumatga topshirdi. Shundoqla bir tinma haqqolmaydi. Men bu ishni burunla yuqoriga doklad qilib bo'lgan. Shundoqdimi fursat bo'lsa, Xotan shahriga kelsangiz, sizga obdan tushuntirib qo'yaman. Tushunishlik bo'ldimi? Tushunishlik bo'lgan bo'lsa, ishning tafsilotini uqmay turib, idora rahbarligiga odam chiqishtirman. Men qachon sizni idora rahbarligiga chiqibdiman? Siz ma'qul. Xo'shamsa. Eliqi odam telefonni qo'yibdi. U telefonni qo'yibotgandan keyin Van boshliq o'pkidak qizdirib, nechtal tamakini ulab chekishga boshladi. Telefon qilgan kimkan u? Ilgari men bilan birga o'qigan bir do'stim. U bizni o'zin chiqishtirgan o'xshaydi deb qilganchig'i. Bo'ptilar, chag'andi ko'ngilni elib olaman. Amisi u go'harlarchi? U odamning hamma ish izlaridan hukumatning to'liq xabari bor ekan. Menga kelgan uchurda bu kishini bak maqtab ketdi. Texib bejondan necha qitim taklif qilibmi akalanmagan odam debdi. Shuningga qaraganda u biz bilan birga berishga qo'shilsalar, bu qitimki safarimiz xeli ma'nilik bo'ladigan o'xshaydi. Biz shundoq paranglashib, buvay bilan xo'shlashib, ko'pchilikning yiniga qaytib keldik. Qaytib kelishimizga Saidi degan qiyrining eg'izi echildi. Man qaylaslavkum, mashkilarni g'aribga nom akilish ketdimiki deb mavqimizdan yomon ansirab ketdim jima. Nom akilishga mansaq mendan ansirmay, nemishqa Kamoljondan ansiraydilar. Mavqimizcha tangsingdek chiroyli bo'lganken, bir jin olvasti yevitishi aniqdaymi? Ularning gapini anglamasqa silib, jim o'ltirib oldim. Saidi mening gap qilmaganimni ko'rib, yana mening tishimga tegishga boshladi. Mavqimizni birabjimi qo'rqitdim nima? Jab un chiqmaydi ya bunang. Sizlar nimishqa men bilan qolala, ha? Dedim g'ufkim, men sizlarga amroq. Lekin men sizlarga uncha amroq emas. Mushkullar bor-ku. Sizlarni qumliqdan chiqolmay, ulab ketganda tilaydigan bo'lib qoldim. Hay. Safarga chiqadigan chog'da bundoq gaplarni deyishmayli.
Van boshliq shundoq degash mening muramga yenikkini urib qo'ydi. Andin yanchug'idan bir tal tamokini ilib menga sung'ash dedi. Ig'ramoqchi muvafkam. Bu odam sizga bakamroq. Shunga siz bilan mushundoq hapilishib qo'ydi. Kim biladi, keyingi kunlarda qalbingizda o'chmas izlarni qoldiramdi o'tag'i. Men ortiq gap qilmay tamokamni chekishga boshladim. Oninggacha taraq qilgan ovoz chiqib, yenimizdagi mashinaning eshigi ochilib, mashindan shu professor tushdi. Andin hammaylan jam bo'lgandan keyin Van boshliq qisqa qilib plan tuzishga boshladi. Yo'ldoshlar, baya men bizning yangi amroyimiz Matto'xti Matquvonning surishtisini qildim. Darvaqa odatga odam emaskan. Yuqorining ta'minlagan uchurga asoslanganda, ilgari bu odam mush joydagi xizmatlarga mas'ul. Men bilan birga o'qigan savodtishim cho'li boshchiligidagi qidirib tekshirish atirtini boshlab, 3 qitim qumliqqa kirib ekan. Har qitim zo'r natijalarga erishibdi. Ya'ni kelib har yili nurg'un go'harlarni davlatga topshirib turadigan odam ekan. Shundaqla yuqoridan bu odamni 3 qitim Bejing taklif qilibmi, akilanmabdi ekan. Shunga biz 1 yil saqlasaqmi, cho'qim uni opirishimiz kerak. Qarshi fikringlar bo'lmasa, u kelgandan yo'lga chiqsaq demakchiman. Qandaq? Ojon, Matto'xti Matquvan dedingizmi? Voy, mushuning hammasi bir odamning ismi ekan ya? Tasli qapti 12 maqomni ism qilib qo'yg'ila. Voy, Saydaxon, tapmaydigan gaplar yo'q aslning. Bilasizmi, xotanda shundoq uzun ism qo'ydi. Biz qumliqqa kirgandan keyin dastlabki planimiz bo'yicha Kamoljon degan yerlarni topamizaqmi, quruq qo'l qaytib chiqmaydiganligimizga ko'zim yetdi. Nemishqa bundaq deysan deyish olam mumkin. Eliq yangi amroyimiz nurg'un joylarni biladigandek qiladi. Shunga bu qitimliq safarimizda xeli cho'ng umid bor. Shunda o'sig'i obdan bo'ladi. Shunda qilib hammaylan davomli saqlaydigan bo'lishib, mashinaga chiqib aram oldik. O'ylamagan yerdan Matto'xti Matquvan degan odam bizni yana 15 kun saqlatgandan keyin Aran deganda mahallaga kelganligini angladik. Biz maslahatlashib, shu professor bilan Van boshliq ikkaylan Matquvanning uyiga bordik. Qolganlar mush yerda saqlab turadigan bo'ldik. Van boshliq bilan shu professor ketib, uzoqqa qolmayli qaytib keldi. O odam qana, kelmabdi-ku. Biz bilan birga bormamdikan. Dastlabda o'nimag'anti. Keyin biz bak chang turib oldik. Andin ma'qul dedi. Amasa ajab kelmabdi-ku. Uydagi narsalarni hukumatga topshirib berib, andin kelaman deydi. Bo'pti, saqlab turaylik. Voy, yana saqlamdiq. Xotin kishidek azmisini izib, ajab to'yg'az deya odamni. Ömrümde moşundaq azmisini izdiğanlı bilen en xoşam yo'q demenim. Biz amalsiz yana saqlashga majbur bo'ldik. Vaqt bakmu tasdi o'tib, oxiri kashf bo'lganda, eliqi kishining yiroqdan kelayotgan gavdasi ko'rinishga boshladi. Ana. O'sha odam shu. Keldi. Van boshliq yiroqdan biz tarafga qarab kelayotgan bir odamni ko'rsatib, hayajonlanib ketdi. Kelayotgan odamga tafsili qarab chiqdim. Bastlik. Uzun chechi paqpayib ketgan. Shundaqla qovul ko'rindigan mursiga eski choponni yepinchi qilib yepib olgan. Bir qarashqa xuddi qalandargili o'xshaydigan kishi edi. O kishi yenimizga kelgan chaqda Van boshliq avvalqidakla hayajon ilkida uni tanishtirishga boshladi. Ko'pchilik, sizlarga tanishtirib qo'yay. Bu yoq Matto'xti Matquvan. Bizning yangi qo'shilgan hamrohimiz bo'ladi. Men sizlar gapini qilgan. Ma qaysa? Ma ismlari yomon bak uzunkan. Matquvan deb atayli. Oltinchi qism. Saidi shundoq degash, yilqi odam bilan qo'l elishib ko'rishdi. Orqadan shu professor ko'rishdi. Orqadan men ko'rishdim. Men uning bilan ko'rishgan chaqda u chiroyimga bak qarab ketdi. Uning qarashidan yuzimga bir nima chaplashib qolganmidi deb, chopinimning yengi bilan yuzimni surtib ketdim. Yuzini surtib ketmasin butda.
Men silni tunuytma. Silning yosh turib o'lib ketishlardan ansirab qoldi meni. u shundoq degach tabassum bilan kulib qo'ydi. Men o'lamdim? Sizlar meni toniyla? U kishi javobning o'rniga kulib qo'ydi. Menmi uning gap qilg'usi yo'q bo'lsa zo'rlab yurmay deb ko'ziga kirvolmadim. Ha, ko'pchilik. Amsa ata rasmiy qumliqqa kiramiz. Hozirdan boshlab chechilib ketishga, o'z oldiga harakat qilishga qat'iy bo'lmaydi. Shundaqla mau soatni belinglarga taqib olinglar. Har qanday yer, har qanday joyda xatarni bayqasak, soatning mana mau qizil ko'ripkisini bosamiz. Bu orqali o'zaro belgi bo'ladi. Yana mau tarafdagi belgi surtini bosanglar, bevosita bizning idoraga ulinadi. Shuna mush soat bo'lsa, xatarlik ahvoldan ansirab yurish hojatsiz. Undaq bo'lsa, endi boshqa ishlar bo'lmasa, balduroq aram elib, at saharda yo'lga chiqaylik. At saharda Kamoljon yo'l boshlaydi. U bizni 13 yil burun o'z hushidan ketgan joyga boshlab bordi. Ondan keyin qolgan ishlarni bamaslahat qilishimiz. Undaq bo'lsa, hammanglar berib yaxshi tayyorlik qilinglar. Van boshliq so'zini tugatgandan keyin hammaylan aram oldik. Xatolashmasam, ati qumliqqa kirishi muqimlashib bo'lgan edi. Men mashinaning derisidan sirtqa qarab, atidagi ishlarning o'ngishliq bo'lishini xiyol qildim. Tong saharda mashinalarni qo'zg'itib, qumliqqa qarab yo'l oldik. Biz birdan mangandan keyin 13 yil burun men balalar bilan birga kesib o'tgan heliqi to'g'riqlikdan kesib o'tdik. Gerçi u ishqa bak uzoq bo'lgan bo'lsa-mu, qumliqqa uzoqdan uzoq qarab turgandan keyin qumliqda yugurib ketayotgan Simoyini ko'rgandek bo'ldim. Shu ekan. Men mush yerdan udul yugurgan. Ams qumliqqa rasmiy kirayli. Van boshliq hayajon ilkida shundoq degach, mashinani men degan yo'nalishga qarab haydadi. Biz shu holda birdan mangandan keyin asli men butunlay qop-quruq bo'lib qoldi. Har qancha qarabmi, hech nimani aslayolmadim. Qarg'on seri qumliqning hamma yeri o'xshash taklif bilindi. Oxirini men pastga tushib, hojatga bag'ash yaxshiroq o'yinib olay. Men aron deganda mushu bahonani topdim. Ko'pchilik ma'qul bo'lib, mashinamni to'xtadi. Mashinadan tushgandan keyin atrofni kuzatgach, hojat qilgudak yer izlab maqdim. Birdan men oldi tarafdagi qum dovisiga ko'zim tushib qoldi. Arqamga qarab qo'yib, qum dovisi tarafga qarab maqdim. Yetib kelgan chig'imda qum dovisining ustiga chiqib hayron qoldim. Chunki qum dovisining yana bir tuvan tarafida 4 odam yo'g'on idishni tiklab qo'yib, yog'och qochida musallas ichib o'tirgan edi. İşçeve koymamız 70 evladığında şu... Akan qarag'ay ko'tiribdi bamisa. Mahkumsi bakışı dikeni. Yaman demekem o. Salava chapanni sen bilan qiziq bir etishma va. Gülememsi. İşte. Sana keldi-ku. Mağan geldim ha. İşte. Aka bunu. Ularning paranglari shunchalik qalaymiqan. Qarashdilar, hammasi shundoq sapra odamlar edi. Daqiqa o'tmayla ular chaponlarini silib tashlab, urushib, mushtlashib ketishdi. Men bu joyda hojat qilsam bo'lmaydiganligini his qilib, orqamga yonay deb tursam, orqamdan birining ovozi anglandi. Fukam, nimaga qarayapsiz? Orqamga qarasam, shu professor ekan. Men shu professorga heliqi odamlarni ko'rsatib, ular bo'lmamdi aka. Professorma hayron bo'lib, ko'zoynagini necha qitim surtib, yenishlab qaragandan keyin dedi. Voy tova. Mush yerdimi odam bor ekan-ku.
Shuni demamsiz. Bu yerda hojat qilg'ili bo'lmag'dak. Bo'ldi, qaytib ketaylik. Ma'qul. Qarsam gap so'zlardan ancha saq emaskan. Ikkisi bir-birini o'ttirib qo'yamdi nima, ha? Yaxshisi jimmi ketib olaylikmi? Shu professor ikkimiz shu paranglar bilan qaytib kelgandan keyin ishlarni boshqalarga so'zlab bersak, hammasi tangla hayron qilishdi. Bo'libmi Saidi? Man qaylaslar? Xato ko'rib qilishmaganlar. Yo'q, xato ko'rmadik. Amsa tush ko'rib qilishmaganlar. Ay, to'la chaqchaqimizlar odamni zoniq etib. Manda optop o'tib qoldimiki deyman, Kamoljon. Bo'ldi, talashmanglar. Biz avval berib qarab boqaylik, ha? Van boshliq parangimizni o'ttirdan bo'libla berib beqish taklifini berdi. Bu gapga Quvon tozdan boshqa hammaylan qo'shildi. Faqat ular bormayman deb ching turvag'ashqa boshqalar berib boqadigan bo'lishib, eliqi qundovisiga yiqilib maqtuq. Nemishqikin yuragim bir shumliqni tuyg'andek ansi so'qib ketib. Biz eliqi qundovisining ustiga chiqib, shunda qarabmi, odam emas. Biror tal iznimi topolmay qolgandan sirt, yarim kundan ortiqroq vaqtni shu yerda isrof qilib etdik. O'lmakning ustiga tepmak degandek, Saidining sesiq gaplari ichimni siqishga boshlagan edi. Vay. Aramızda uxlamay tush ko'rdigan odamni yolg'iz Kamoljon deb oltasam, aslima shu professorningmi shunda xuyvakin emasmi? Hey, siri, nimanda gap qildi deyman. Boya men rost ko'rgan. Ishimizlar shu professordan so'rab baqsizlar. Voy, da'vatiman shu professorningmi sizga o'xshashgan deb ishkanlar dada boladek naq tepishgan ekansiz-emasmi? Silzoda nima demoqchi? Men terkib, ovozim sal yuqoriroq chiqib ketdi. Demisimi, biz bunda g'alati ishga yo'liqqanda Saidi degan abga qerining nemish qilg'ini bu? Iniqli o'laman desa bir nima qilaman degani bo'lmay nima? Ichimda shularni o'ylab, qo'zg'im texmi ko'pib, boyqi qobiliqning hammasi biroqli maydamga o'rlab chiqib, zodili bo'lolmay qoldim. Ichimdan bir xil kuch Saidi degan qeri qalining gilig'i dassa, qo'zg'iga tap, ochsini ol, singlisini yotliq qilib degandek qalaymaqan so'zlar bilan o'g'amni qaynitib, kallamni qalaymaqan qilmoqda edi. Jumladan men boya ko'rgan 3 haroqkashning biriga aylanib qolgandekli bo'lib qolgan edim. Kamal, kallamni silkibatdi. San rastli issiq o'tib qopti mana. Ay. O'zimni shundoq bazlab oran turganda Saidi yinimga kelib yana gap qildi. Ukam, nimanda qiyr maymunning qo'ngidek qizilib ketlar. Mansa berib aram elvaslar asraq. Uning so'zini anglab chidag'uchiligim qolmadi. U mayli yaxshi niyati degan bo'lsin yoki yomon niyati degan bo'lsin, ish qilib meni maymunning qo'ngiga o'xshatdi. O'zimni har qancha tutib olay desam-mu, faqat amal bo'lmay chopinimni silib yerga otdim. Bu o'lgur 70 pishtoqni. Sen qeri qalining zodi nima gapapatdi? Bugun gapni ochiq qila. Ochiq qilmaydigan bo'lsang, men sallabli tilladim. Saidi nimish bo'g'inni anqiramay turib qolgan edi. O'ylamagan yerdan mening orqamdilla shu professor chaponni silib yerga otdi. Saidi degan lota. Sening zodi bir gaping bor o'xshamamdi, ha? Qarab turib tilayotsan-ku. Saidining chiroyi o'ngib ketdi. U amdi eg'izni qimiriltay degishiga boyitin beri gap qilmay qarab turgan van boshliq yugurib berib uning biligidan tatdi. Hay, Saidka, jim tusala deyman. Hech nima demisizlar. Bo'lmasa ularga tilligandek og'inib qoladi ekan. Van boshliq shundoq degash Saidiga tasalli berdi va asta uni orqaga yantirdi. Uninggacha menmi ozroq aslimga kelgandek bo'lib, joyimda o'ltirib qoldim. Ondan tamakidan 2 tal ilib, birini shu professorga sundim. Ikkimiz xeyli uzun tamaki chekkandan keyin ko'zim sal yaxshilanib, aslimizga kelgandek bo'ldik. Ukam,
Men mas bo'lib qolgandek bo'lib qoldim ya. Qandoq deyla? Yana ozroq terikak bo'lib qoldim. Bu ishlar zodi bir xil turdi. Eng yaxshisi biz qaytib ketilimiz ukam. İçimde bir narsa to'xtamay, mush yerdan ket degandek to'yilib ketyotdi. Uning ustiga mushu paylimda Saidini ko'rsam, dast tutgandek qilaman. Men shu professor bilan paranglashib, uningdagi va o'zimdagi normalsizliklarni ko'rgandek bo'ldim. Va tövendagi ishlar kallamdan kechdi. Birinchi, shu professor boyiqi harakashdan biriga o'xshab qoldimi qandaq? Ikkinchi, o'zimmi azaldan xalqning ochisi, singlisini 70 avlodin tillaydigan nomardlardan emas. Lekin boya menmu dal shunday qildim. Demak, men dal ikkinchi harakashga o'xshab qoldim. Uchinchi, shu professor boshqalarni qalaymiqan tillaydigan yoki urdigan yosh bola emas. Balki o'zini to'xtatgan, yuqori darajali professor. Begardili Saidini tillab ketishi mumkin emasdi. Yana bir nuqtadan aytganda, meningmi undaq ishlarni qilishim mumkin emas. Men mushu 3 nuqtadan o'ylanib, ikkimizning normalsiz bo'lib qolganligiga to'liq jazm qildim. Shu aka, men sizning fikringizga so'zim oxirlashmay turibla, shu professor yinimga kelib, gilimni siqishga boshladi. Bekardan tilaysın adamni, ha? Kögülükünü bir kösetmesem. Yana tılları. Yana tılla. O shundoq degash gilimni siqishga boshladi. Har qancha qilsammi, uning qo'lini ajratolmagandan boshqa nafasdan butunlay uzilib qoldim. Bir chaqda Said Van boshliq matquvallarning yugurib kelganini ko'rgandek bo'lib, yuragim joyiga tushdi. Afsus. Heliqi uchi bir bo'lib xeyli haplashgan bo'lsa-mu, shu professorning qo'lini ajratolmadi. Oxiri ko'zim qorong'ulashib, hoshimdan ketdim. Ko'zimni ochsam, mashinada yetibdiman. Mashinaning silkinib turgandan qaraganda mengayotgandek qiladi. Atrofga qarasam, yonimda hammaylar paranglashib o'ltiribdi. Men ularni ko'rib so'rdim. Hey, biz hozir nerede? Biz qumliqda texmi ishkirlab kiryapmiz. Saidi bir qitim bo'lsa-mu sesli gap qilmadi. Men kulimsirab turib, boya bo'lgan ishdan xapomisiljima. Sizlar bilan qasdan urushmadim. Baya deydi-ya mabala. Oy, ishqi bugun 3 kun bo'ldi. Sizlarga issiqning oti bo'lsa o'tib qolgan chig'vojima? Oy, 3 kun? Men 3 kun yotdimmi? Shunda bo'ldi. Doktorga opirlik desam, matquvan bunda ishni jiq ko'ribdikin. Ishnim bo'lmaydi degashga apamay o'zimiz bilan birga etmoqdik. Haras, shu professor qani? O'ydanmi ba? O kuni qasdan qilmadim deydi. Xapilab ketmaslikmi? Endi o odammi bakaga sizning gallarini siqmaydi. Aşağıdaki qumda masala bor ekan. Yaqay, men xaplaydigan odam emas. Saidining gapini anglab, yuragim sal joyiga tushdi. Amisi biz hozir nega mangdoq? Nega bo'ladi? 13 yil burun eliqi mo'minlarning uyining gapini qilganmi? Naq shu yerga mangdoq. Chaqchaq qilmang aka. U mening mo'mim emas. Deymi? Lekin u yerni qandoq topamiz? Biz silini uchratqa iliqi yavag'a. Shu yani biz topamiz. Qag'a yani sili topala. Qanda uğan bolu cüratları bormi ya? Hamma siliga qalashliq bo'lib qoldi juma ukam. Maqa, kirsa kirdik. Kimdan kim qo'qatdi? Men eg'zimda bundaq deb qo'ygan bilan yuragimda yanala ansirab ketib o'tatdim. O'zimning ko'pchilikka yuk bo'lishdan boshqaga qarg'i kelmaydiganligimni bilatdim. Lekin ish bu darajaga yetganda boshqa kelganni ko'ramiz demakdan boshqa amalmi yo'q. Shunda xiyol qilib tursam, shu professor mashinaga chiqdi. Uning chiroyidan xijil bo'lganligi chiqib turadi. U yinimga kelib o'ltirib dedi.